Denov shaharda markazi Yevroziya mehmonxonasining shunday ro'parasidagi yangi ko'p qavatli domlardan 108 metr kvadratli ushbu xonadon 70% remont qilingan xonadon sotuvga qo'yilgan. Xonadonga kirganimizda proxoshkasini qarang. Qana katta kengish. Bu yerda oshxona, balkoni bor, oshxonada ham alohida ko'rsatib o'tay sizlarga. Gaz kelgan, gazlashtirilgan. Bu tarafi zal, o'tirib televizor ko'rib ovqatlanib yoki dam oladigan xonasi. Bu tomon hojatxona sanuzel uchun mo'ljallangan bir. Bu tomon yana spalni xona. Bu tarafida yana alohida sanuzel uchun joy tayyorlangan. Bu proxoshkani kattalik kengishligini qarangda. Denovda Toshkent stilida, ya'ni yangicha zamonaviy stilda uylar qurilgan. Kengish, katta maza qilib yashaysiz. Bu detskiy xonasi. Detskiy xonadan ham balkon bor bu yerda ham. Shaharda katta yo'lga qaragan, mana Yevroziya mehmonxonasi, bu tomoni Guliston City, bu tarafi esa Sharq Cityga qarab ketadi. Toza havo. Xo'p, asosiysi gazi o'tgan va metr kvadratini 6,5 million so'mdan baholashyapti. Agar men orqali yoki kelgan odamlarga undan ham arzon qildirtirib olib beraman. Telefon raqam qoldiraman, aloqaga chiqishlari mumkin batafsil ma'lumot uchun. Oluvchilar bo'lsa, atigi 4 dona qopti, 4 dona. Ulgurib qoling, lekin hozir 6,5 milliondan olgan odam erta 1 yil, 2 yildan keyin undan qimmatiga sotadi. Mana bu jome mahallaga qaragan. Balkoni, go'zal manzara.